Hop, ismim Sotvoldiyev Farruhbek. Airtel kompaniyasi rahbariman. Opsis kompaniyasi bilan ishlayotganimizga ro'parasi mana 1 yil bo'libdi. 1 yil ishlaymiz deb o'ylamadim o'zi. Chunki marketing agentliklari bilan ishlash muddati juda ham qisqa bo'lgani uchun bular bilan unaqa 1 yil ishlaymiz deb o'ylamadim. Biz Opsis bilan ishlashimizdan oldin bizani marketing bo'limimiz deb o'ylardik, lekin u SMM bo'lim bo'lgan ekan bizda. Ya'ni SMM bilan ishlaganmiz. Bu jihatdan hozir biz o'sha Opsis bilan bizani aniq marketing bo'limimiz deb qaraymiz va bular bilan o'sha davomiy ishlashni hozir xolos rejalashtiryapmiz. Sotuv bo'limiga keladigan bo'lsak, bizda Opsis bilan ishlayotgan jarayonimizda, boshlagan jarayonimizda sotuv bo'limimizda bitta dona sotuvchimiz bor edi. Bu sotuvchimiz onlayn sotuv bo'limida, call centrimizda bitta dona sotuvchi bor edi. U ham offlaynda ham ishlayverardi, ham onlaynda ham ishlayverardi. Ya'ni universalniy soldat bo'lgan. Hozirgi jarayonda bizning mana 1 yil ro'parasi muddat bo'lgan bo'lsa, bizda 12 plus 15 ta yaqin sotuv bo'limida hozir bizning onlayn sotuv bo'limida operatorlarimiz va sotuv bo'limimiz shunaqa darajada shakllangan. Keyingi darajamiz strategik jihatdan aytadigan bo'lsak, biz Opsis bilan ishlashni boshlaganimizda biznesning o'zini aniq strategiyasi hali tanlanmagan edi va undan keyingi etapdagi marketing strategik taraflari hali aniqlanmagan edi. Endi hozir biz marketing bo'yicha bizning strategiyamiz aniq bo'ldi va biznes strategiyasi bo'yicha ham aniq o'sha qarorlarga kelganmiz. Marketing agentstvalar o'zi kelishuv bo'ladi. Kelishuv bo'lgandan keyin misol uchun 5 ta narsaga kelishuv bo'ladi va o'sha 5 ta narsani qilib bera olish ham o'zi katta narsa, masala bo'ladi. Biz Opsis bilan ishlaganimizda o'sha 5 ta narsani kelishganmiz. 5 ta narsa bo'yicha xudo xolasa muammo bo'lmagan. Biz yana undan tashqari bulardan so'raydigan yana plus 5 ta narsa so'rasak, qiymat jihatdan bizga qo'shib beringlar yoki narximizni oshiramiz degan narsa bo'lmagan. Call centrimizda, ya'ni sotuv bo'limimiz bilan marketing bir-biri bilan jipslashib, aniq raqamlar bo'yicha biz ishlashni boshladik. Bizda ya'ni raqamlar bo'yicha aytadigan bo'lsam, savdo jihatdan biz mana shu 1 yil mobaynida biz savdoyimiz, onlayn savdoyimiz o'zi umumiy savdoyimizni 30% ni tashkil qiladi hozir. Bular kirgan periodda bu son taxminan 2% 3% tashkil qilardi. Individual yondashish, ya'ni Azbeni o'zi bilan agentlik rahbarining o'zi bizga o'sha 1 oyda misol uchun kelishganimiz 2 marta, 3 marta ko'rishishni yoki jamoa bilan alohida ko'rishni rejalashtirgan bo'lsak, individual podxod jihatdan Azbeni o'zi bilan ko'proq bizning ichimizga kirib, vaqt ajratib chuqurroq masalaga kirishamiz. Onlayn sotuvlarimiz 4 baravarga oshgan. Obunachilar jihatdan biz bular bilan ish boshlaganimizdan beri hozirgacha obunachilarimizning soni 40 ming plus bo'lgan. Bu son ko'payishi hech qanaqa gifsiz va blogerlarsiz qilingan natija.